Avvalambor assalomu alaykum. Kelayotgan 8-mart bayrami xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan barcha xotin-qizlarni chin qalbimdan tabriklayman. Doimo erkaklar baxtiga sog'-salomat bo'lsinlar. Arzimas bo'lsa ham, kichkinagina bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham deydi-ku, bir shingil o'sha aytib berishga harakat qilamiz. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Yoqqanlar albatta bitta like, kommentariya, podpiska bosib ketingizlar. Goho sizning borligingiz unutdim, yo'llarimga zorligingiz unutdim. Umidlarim uzilgan bu dunyoda, yolg'iz umidvorligingiz unutdim. Umidlarim uzilgan bu dunyoda, yolg'iz umidvorligingiz unutdim. G'animatim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim, onajon. Rahmat.